Bitta erkak o'zini baxtli qilish uchun yashamaydi. U ayolni qachonki baxtli qila olsa, shundagina baxtli bo'ladi bitta erkak. Ayol o'zi qachonki baxtli bo'lsa, shunda ham erini baxtli qilgan bo'ladi, ham o'zi baxtli bo'lgan bo'ladi. Erini kichkina e'tiboridan, kichkina yordamlaridan baxtli bo'lgan ayol erini ham baxtli qila olgan ayol hisoblanadi. Eringiz ikkitagina non olib kelganda ham quvonib, rozi bo'lib, baxtli bo'la olsangiz, kichkina e'tiboridan, kichkina mehridan baxtli bo'lishni boshlasangiz, shunda eringizni baxtli qilgan bo'lasiz. Chunki erkak sizni ko'rib, sizni baxtliligingizni ko'rib baxtli bo'ladi. Undan keyin katta baxtga erishasiz. Ayolning qo'lida erkakni baxtli qilish. Sizni baxtingizni ko'rgan erkak o'zini baxtli his qiladi va sizga yana ham ko'proq baxt berishga harakat qiladi.